hurmatli kuzatuvchilar, 6-may sanasi Shapran tabriklar jamoasi navbatdagi manzilga Fayzli xonadoniga tashrif buyurganmiz. Otajonlarni xursand qilamiz. Bu o'zlarining tug'ilgan kunlarini, shukrona kunlarini muborak 63 yosh payg'ambar yoshlarni qarshilayapti. Islom akamizning musofir farzandlari Izzat akamiz nomlaridan, farzandlari Madina opamiz, Maftuna opamiz nomlaridan ajoyib tabriklab xursand qilamiz. Ko'ngillarni ko'tarishga harakat qilamiz. Farzandlarning sovg'alarini, dil so'zlarini, sog'lik salomlarini otajonlariga, onajonlariga yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Juda ham ajoyib esda qolarli surpriz tabrik bo'ladi albatta. O'g'ilcha shu chiroyli qarsaklarni chalib qo'yamiz, yaqinlar gulroz qarsaklarni. Assalomu alaykum. So'nggi tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Xursandchilik kunlaringizga ko'z tegmasin. Xastalik, g'am, qayg'u, tashvish, alam hayot yo'llaringizga hech qachon soya solmasin. Yaratgan Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka ato etsin ilohim. Albatta, ushbu oqshomda sezib turganingizdek, biz sizni farzandlaringizning nomlaridan, musofir yurtdagi o'g'lingiz Izzat akamizning nomlaridan, qolaversa qizlaringiz Madina opamiz, Maftuna opamiz nomlaridan tabriklash, nafaqat ularning ajoyib sovg'alarini, ularning dil so'zlarini sizlarga yetkazishga uchun kelganmiz. Bir necha kun ilgari farzandlaringiz bilan bog'langanimizda Izzat akamdan otajoningizni ta'riflab bering, qanday so'zlar bilan tabriklashimizni xohlaysiz deya so'ragan edik. Shunda Izzat akam aytdilarki, musofir yurtlarda yuribman, atrofimda juda ham yaxshi insonlar ko'p. Lekin atrofimda qancha ham yaxshi insonlar ko'p bo'lmasin, onajonimdek mehribon, mehri daryo, mehriga hech da'vo etmagan insonman. Otajonimdek chin do'st, suyanchiq insonni topa olmas ekanman. Mol dunyo tashvishida o'zga yurtlarni ko'zlab kelibman. Aslida bu dunyo boyliklardan da qimmatliroq boyligimiz, uyimizning fayzi farishtasi otajonimiz va onajonimizni borliklari bilan ekan. Sog'inch salomlarimni yetkazib qo'ying dedilar. Biz bilan suhbatlashganimizda ularni tinglaganimizda to'g'risi bizni ham ko'nglimizda o'zgacha bir his hayajon o'tdi-da. Izzat akam aytdilarki, men butun umr xizmatlarini, mehnat qilib xizmatlarni qilmagay, boshimga ko'klarga ko'tarmagay, otajonim bilan onajonimni haqlarini ado eta olmayman. Meni dunyoga keltirganlari, ulg'aytirib tarbiya berganlari uchun butun umrimni bag'ishlasam ham kamdir dedilar. Biz mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta takrorlab hech ham charchamaymizda. Bu yorug' dunyoda haqiqatdan ham haqqini qilgan xizmatlarni ado etib bo'lmaydigan yagona zotlar otajonlarimiz hamda onajonlarimizdir. Ularni qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga ko'klarga ko'tarmagaylik, qiblagohimiz otajonlarimiz, poy jannatimiz onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Otadek inson topilmaydi bu hayotda. O'zlarini hayotlaridagi qiyinchilik xatolari farzandlarining hayotida takrorlanmasligi uchun harakat qiladigan yagona inson ota bo'ladi. Farzandlarga tayanch bo'ladigan, ko'ngliga suyanch bo'ladigan inson. Farzandlarning kelajagi uchun o'z orzularidan kechgan inson ham ota bo'ladi albatta. Biz farzandlar doimo yodimizda tutishimiz kerakki, mana shu biz yashab turgan to'kin sochin hayot qissasini otajonlarimizning boshlaridagi oq sochlari, qo'llaridagi qadoqlari hikoya qiladi albatta. Baxtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' va salomat bo'lsin ilohim. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda juda ko'p yaqinlaringiz, jigarlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlarga marhamat, badiiy sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Nurmatimiz islomdan tug'ilgan kunlar ekan. Qaniyamiz va qon bilan baxtli bo'lsinlar. Farzandlarni boshiga doimo sog' bo'lsinlar. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'plarni, yaxshi kunlarini nishonlashni hammamizga taqdir qilsin. Qatnashaylik bilan nimalarga. Farzandlarning to'ylariga, nabiralaring to'ylariga ham doim bosh berib yursinlar. Mana shunday yaxshi kunlarni ko'p bo'lsinlar. Xonadonimizga uzoq umr tilayman. Baxtli, salomat bo'ling. Tashakkur bildiramiz, marhamat. Bu dunyoda tilloyu zarning sovg'a salomlarining qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Ushbu oqshomda yaqinlarda mana shunday imkoniyat bor. Marhamat, jigarlarni taklif qilamiz. Singiljonlardan marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Assalomu alaykum davra ahli, hammalariga xush kelibsizlar. Akam, Islom akam bilan Manzura yangam yuzlarga kirsinlar. Doim bizani boshimizga sog' salomat bo'lsinlar.
umrlari uzoq bo'lsin, tan joylari sog' bo'lsin. Doim otamdan keyin ota bo'lib bizdan xabar olib yuribdilar, rahmat. Yana bundan keyingi nabira, abira farzandlarimizni, nabiralarimizni nasib etsa chaviralarimiz to'yiga bosh bo'lib yursinlar. Doim u kishiga sog'lik, salomatlik tilayman, umrlari uzoq bo'lsin. O'tganlarimizni arvohi shod bo'lsin, pullari madadkor bo'lsin. Ularning ruhi doim bizani qo'llab-quvvatlasin. Doim osmonimiz musaffo bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, dunyo turguncha tursinlar akam. Hammalariga sog' salomatlik tilayman. Hamma sog' salomat bo'lsin, doim uylarga yaxshi kunlar ko'paysin. Hammalaringizga rahmat. Hozirda to'g'ridan-to'g'ri musofir yurtdagi o'g'lingiz Izzat akamiz bilan bog'lanishning imkoniyati bor. Marhamat o'qishdan tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat. Dadam vaqtimizga sog' bo'ling. Yoshlikka bilib bilmaydigan xatolarimizni kechiring, ona olmay qo'ylaringiz. Mani farzandlarimni hammamizni baxtimizni ko'rishlarga nasib qilsin. Sizlarni sog' yurishlaringiz mana bo'yligim. Sizlarsiz mana bu dunyoga hech kim yo'q. Akşam bana vaqtimga sog' bo'linglar. Mana gapim shu. Shoirning shunday so'zlari borda, dada deb bossalar ilk bora qadam. Dadasi bor olam, eng go'zal olam. Bu dunyoda baxtlidan baxtli, dadasin bir bora quchoqlaganlar. Albatta inson 90 yoshga kiradimi, 100 yoshga kiradimi farqi yo'q. Ota bor, ona bor hayotda, yashash boshqacha albatta. Bugun farzandlaringiz ezgu niyatda siz uchun ajoyib bir shirinlik tortni ham tayyorlab qo'yganlar. Erkakcha tarbiya